sirdash programmasining qizg'in qo'llovchilari, shundaqla ekran oldidagi qadrli do'stlar. Hammamizga ma'lum, har qanday bir ish, har qanday bir kasbning o'ziga tushliq jafosi bo'ladi. Faqat odamdan po'latdek iroda bo'lganda cho'qim ko'zlagan maqsadga yeta oladi. Jamiyatimizda shunday odamlar borki, ular ko'ngliga pukkan arzu-armonlar yo'lida tinimsiz izlanadi va badal to'laydi. Shunga ularga zafar darvozalari hamon ochiq bo'ldi. Jamiyatimizdagi mushundoq ilg'or iqlim, ilg'or ideya va qutuq qozongan faxrli o'g'illarimizni tunishtirish, shu orqali o'zining jamiyatdagi bir kishilik o'rnini topolmayotgan ozg'in yoshlarimizga tarbiya berish va ularga turtki bo'lish maqsadida Urumchi Jamshun fan texnik shirkati sirdosh programmasi uyg'urchi bo'limimiz Polatsin ustida 38 kun turib, 7 turda Ginnes dunyo rekord yaratib, millatimizga shon-sharaf keltirgan Botir o'g'lan Avlat Majunotovning suhbatimizni boshlab kelsak, Avlatga yaxshimisiz? Sizdan bu ilgirki qo'llangan kasblaringiz, ya'ni o'zingiz o'rgangan kasblaringizdan san'at, ya'ni epizod, labar, kulturga qatorliq shunday san'at shaklini olgan bir xil kasblarni o'rganib ekansiz. Endi siz shunday kasbni qilib turib, nima uchun bir xil shunday kishilar tavakkul qilish tars bo'lgan davozliqdan iborat bir xil kasbni tanlab qoldingiz? To'g'ri, men aslida shu o'z yurtimda serikchilar, davozlar bizim yurttaşlar o'rtagan kişimiz. Bizler oynab cho'ng'alab degandek, az to'la ko'zlarimiz pishib qolgan ekan, mana bu serik o'ynay deb shu ota-onamga bir talab qilsam, unmagan. Boshqa deganda bizning avlodimiz endi serikchi yo davozlar bo'lmagan uchun, sen undan maktabda o'qisang, o'xshashlar yaramliq odam bo'la olsa, sen bunday xatarli ishni qilsang bo'lmaydi, maktabda o'qigan deganlik uchun men amalga ota-onamni gapini yurmay maktabda o'qib to'liq o'tirni tutilmay turib, mening shu davoz umidga qisqashlab usulchi, serikchi qabul qilgan degan e'lonni anglagandan keyin imtihon berib qabul qilindim. To'liq maktab tutilmay turib qabul qilindim. Oldi bilan bir ishqa bilmoqlayotganimiz ilmiy asosimiz bo'lmasa bo'lmaydi. Men shu jarayonda shu odatlik serik, labar, şu epizod qatorliq shuna ba'zan kichik nomerlarni o'rganib o'zimning inkasini kuchaytirdim. Keyin bizning ustozlarimiz Mehmet Tursun, Adlo'sha qatorliq davlat ustozlarimizga tanqashab berib, ularning dilini bog'lab berib, sizning ta'qib degandek faoliyatlar shug'ullanib, ularni muzikasiga chiqarish, da'vat chiqishdan oldida bir usul o'ynab, bular ro'yga ilhom berish uchun qiziqishlar qilib meşruatlar şug'ullanib, bularninki da'vat faoliyatini undan kuzatdim. Kuzatgandan keyin nurg'un yalib o'yab qo'yilib bordim. Borgandan keyin nurg'un xalq arası inkaslarni anglab turdim. Nima deganda bu shu tushkilish ketgan bir qism masalan ishtig'ollangan yoshlarimiz bu da'vatni ko'rgandan keyin o'zligidan bir o'rnini turkitgan, o'zligidan bir hissiyoti özlükün bazen bir uşak kesildim sahip edilen, özünün bir gurur cihetini bir olgu intiliş türlü olgunlukuna es kıldı. Şu arkalık bu biz mektepten okup ben netice ilişkimi hıyalimda bırak asas kızgınım şu bir medeniyet değilmiş, faaliyetleri kızgın. Bu şu arkalık mağaranda kalıp kısak mı, mağaranda ürünüm kısak mı bir kısım cemiyetki yarımda yaşlarıma bu royhi ilham bilen bir faydalı bir iş bulduk ya. Dep şu maqsadda şu emin birge şu merdanlık dağa çıkan kim şundan merdana bir xil yuqori intilish o'yinki qo'rqib turganligini ko'rdim bu davozlarni. Shuni bilan biz har jihatdan biz insonlar ro'yig'imi bir foydasi bor kesibgan deb men o'zimni mush kesib berishlar her halde ustalarının kömür koyup terbiyesine kestim bir çıkan. Bundan siz endi qanday bir sabablar tufaylidan şu 38 gün yine Polatsin ustida 38 gün faaliyet edip bakmoqchi qaldingiz. Bu faaliyet ko'ngli bo'lmasa yangilik barliq kelmaydi degan bir bizningki temsilimiz var. Her halde bizim burunki Uyg'ur davozlarimiz, davoz ustozlarimiz evlatdan evlat 3000 yil yaqin bu davozlikni o'ynab,
üstüge hazırki cemiyette medeniyet seviye, kesip algı intilişe, naitti, cahil olmasa cemiyeti tutuş mümkün emas. Ben endi mektepte okup, to'liq endi mektep o'qiyotganlik uchun har holda bilim seviyenin chaqliqligini his qildim. O'zimning bir kasbni qilayotganga 20 yilga yaqin vaqt bo'lganligi uchun turibdi. Men endi mektepte o'qiyotmay, ma kasbni egallabman. Shu kasbda men bir natija qozonib, hozirgi bo'sak chiqarmayotgan nurg'un millat yoshlarga tushkun chiqargan, chiqish yo'l topamayotgan yoshlarga bir mush faoliyat bir g'alaba qilish orqali ulgu bo'lsam ajab emas degan maqsadda bularni shu faoliyatni Abdumrayin qurganligining 50 yilligiga so'q qilishda faoliyatni ilib bordik. Bu faoliyatni har millat xalqining qizg'in olqis sadosida Abdumrayin rahbarlariniki men ishonganligi shundaqla fursatni men tutqazganligi her millat xalqininki naq maydonda ko'rib, men shu naq maydonda baho berganligiga nayib xo'sh bo'ldim. Shuni g'alaba qozondim. Menimcha bu faoliyatni qilish orqali nurg'un yoshlarimiz ibrat topdi. Bundan bu ro'y, shu davozlik madaniyatning ro'yidan faxrlandi. Har qaysi kesibdikilar o'ziga bir o'yinish tuyg'usi paydo bo'ldi deb qarayman. Endi odamning tabiatidan olganda intilishchan bo'lish, irodalik bo'lish deganlar bir xil tabiiy ahvol. Ammo lekin odamda sizdek ashundoq intilishchan, irodalik bo'lgan ruhning bo'lishi intayin kam, oz uchraydigan bir xil ahvol. Endi siz shu plastin ustida 38 kun turib, shu dar ustidagi faoliyatingizni boshlab, shu sim ustiga chiqqan vaqtning o'zida siz qanday hissiyotlar bo'ldingiz? Men endi sim ustiga chiqqan vaqtning o'zida haqiqatan bu jafo mushkul seferden aldığını kelganligini his qildim. Nima deganda bu faoliyatni mening tunji qatim elib berishim. Darvaqa boshqa chog'larda nurg'un musobaqalar qatnashgan bo'lsam-mu, nurg'un joylarga, chet-ellarga, ishga ulgurgan qo'shni davlatlarga o'yin qo'yib borgan bo'lsam-mu, bir maydon o'yinni qo'yib turib, biz o'rtamizda o'ynaydigan avvallar bilan shug'ullangan. Musobaqa qatnashgan bo'lsam, shu bir maydon o'ynab bo'lib tushib, faqat elib o'zimizning yana boshqa mashqlarni qilib kelgan. Biroq bu da faoliyat cho'qim shu 38 kun jarayonida tushishga bo'lmaydi. Bir odam bilan yaqin oraliq yiqilishga bo'lmaydi. Faqat telefon orqali a'lo ovoz so'rashga bo'ladi. Bu faqat bir muhitdan ayrilib, yerdagi bir ovoz muhitdan ayrilib yolg'iz yashash bir istikka kelgan gap. Men endi tunji qatim bo'lg'achqa bizlar qoldim bu ishni. Aytib ben shu nurg'un jafolarni tatdim. Endi siz shu 38 kunlik faoliyat jarayonida yaratgan 7 turdagi rekordingizning qaysi rekordlashganligini bir maqsad bo'ldi. Buni alayli turib qarashga bo'lmaydi, biroq endi shu 38 kun jarayonida shu Abdumrayin rahbarlari shu guvohlik berish o'rnidagi bir necha xizmatchini naq maydonda kuzatib, haqiqatda adil saylab orqali shu baho beriladi deb chiqarilish uchun bu 7 turning endi birinchi turi simning ustida so'zlab shu butun shu bedanimni o'ttirib qo'yib simning ustida midirlamay 2 soat 16 minut yotgan bir vaqt bor. Ikkinchi turi ko'zni tunib 4000 metrdan ushib olib kelinga to'xtamay 4000 metrdan ushib mangan bir tur bor. Uchinchi turi shu 10 soat simning ustida bir chiqib olgancha, hamda ikki tarafga uyga qaytmay, tomoq yemay 10 soat 3 minut to'xtamay, midinamay harakat qilgan bir tur bor. Bunu endi chet ellik bir mana egizlik artistning bir 8 soatlik turni buzib tashlagan turning birisi. Bu haqiqatan oson tushundim. Bu to'rtinchi tur endi shu simning ustida 2 soat 10 minut Uyg'ur milliy usul o'ynagan tur. Bu 5-chi tur 38 kun jarayonida 38 xalq naqsini ham egizlikda aytib 6 soat, 6,5 soatdan ushib vaqt o'yin ko'rsatgan bu tur. Bu 6-chi tur endi simning ustiga
o'rindiqni qo'yib turib, o'rindiqda o'tirib turib, bir-biriga ulab to'xtamay 12 xillik naqshisi 28 minut to'xtamay naqsh etgan bir tur. Endi 7-chi turi endi burunqi boshqa bizningki bizning artistlarimizningki ishqillarni yaratgan 37 kunni, 38 kun atıldı. 38 gün 4 saat aşırıp orlap, yani şu 38 gün sınırın üstünde yalnız turmuş köçüreş arkalık özellikle bir çınık olan bir tur. Yani 7 tur. Bunun da bu 7 turun açıda bunun da 4 tur. Tıkı Kırkırada ve başka yerde dünyada bu bakmadan bir tur. 4 turun birisi sınırın üstünde Nedirlema'ya 2 saat 16 minut yatan tur. İkinci türe sınırsız orumda koyup toxtumay 12 xillik naqshisi 28 minut naqsh etgan tur. Üçüncüsü 2 saat 10 minut puslu oynagan tur. Bu yeni yaratgan tur. Dördüncüsü 38 günde 38 xillik naqshni o'rinlab turib kunlik 6,5 saat urushib marak ko'rsatgan tur. Bu 4 turnunki şu 4 turi yani ben o'zim yeni yaratgan tur qatar ko'rdim. Qolgan 3 turi birisi ko'zini tanib 4000 metr mangan men 4000 metrni uçmandım. Bu tur 1700 metr mangan turni boshqalarning buzib tashladi. Yangilash. İkinci turi bir chetalik izlik bir erbab 8 saat 20 minut sınavsız to'xtamay mangan biroq bir vaqt tamoq yeydi. Men 10 saat shuni bir vaqt tamoq yemay, suv ichmay 10 saat shuni to'xtamay men bu turni yangilagan tur. Bunun uchinchi yangilagan tur 37 kun sınavın ustida yashagan bizningki ishqillarda faoliyatni olib borgan bizningki egizlik artistimizningkini men 38 kun qilib bir kun 4 saat oshirib 14 saat aşırıp boşlukta yaşashni g'alab qozongan bir tur. Endi sizniki mushu bolasi ustiga chiqib mushu faoliyatni boshlashdan burun jamiyatga e'lon qilgan planingizda 5 turli Guinness Dunyo rekord yaratgan ekansiz. Ammo amaliyotda bu 38 kunlik faoliyat jarayonida siz 7 turda Guinness Dunyo rekord yaratib qaytib keldingiz. Endi sizning bunga nisbatan oldin tayyorlig'ingiz bormi yoki shu jarayonda o'zingizning iradangiz, planingizni g'olib keldimi? Shunda har qanday ish irada bog'liq bo'lmaydi. Endi iradaga hissiyot qaynatib Mahmadanning o'zida buni mashq qilmay turib, mana Guinness yarataman desak, oddiy bo'ldi. Bu %100 bu g'olib bo'lishlarni buni o'ynab qoldi. Men bu 7 turga asli 7 tur bor. 7 turning 7 bir turga 1 yildan tayyorlab qilib 7 yil tayyorlab qilgan. Bunun maksatı 38 gün vaqt 7 turga 7 tur emas, 5 turga mı hakikaten sıkıldı. Nişqa degende bir turni yaratib, men 2-3 gün bedellerim ağırmay turib, endi turga atmayman. Bunu 7 tur e'lon qilib debsam, har qanday bir inson bir yo'lni mangdigan chekinish yo'lini o'ylash kerak, qo'ya qo'yish kerak. Faqatla hamma o'zi autoritet, faqatla oldimlar mana keyin qattiq yolmayman desak, bu ba'zan vaqt sharoit bizning o'zimizning irodasiga boqmaydi. Ben endi bu 7 turni hemen e'lon qilib o'taysan. 38 kun jarayonida bizning Urumchining havo sharoiti turaqsiz bo'lgan mezgil. 9 yanvar 10 yanvar chiqsa, havo ham shalom, bo'ron, shamol chiqadigan, kuz fasli yetib kelgan. Bir yer yomg'ir yog'ib qolsa, bir hafta, 1-2 kun bo'ron chiqadigan havoni uzilib qolsa, men o'sha 7 turni yaratolmay qolsam, men keyin o'sha xalqqa men nima javob berman deganni o'ylash orqali turni ehtiyot uchun olib qo'yib turib, mush 5 turni mataxir aş 38 kunning ichida yarata olsak, cho'ng g'alaba bo'ladi deb bizning rahbarliklar aynan shu 38 kun vaqtim bor. Shu o'ylashib, nurg'on talash tartishlar bir turib 3 tur yaratib tursin deb, bir turib 4 tur deb, oxiri o'zlarining talabi bilan 5 tur yarataman deb axborot yig'ini chiqqan chaqir 5 tur bilan qilgan. Biroq Kimilson bu balkim bizningcha Uyg'ur millatining madaniyatininki nayatda kam tashviq qilasmidimi, avaraymi, nayat yaxshi bo'ldi. Men kulliki bari to'kishib, mana shu xalqning arzusini qanday keldi. Bir kunmi yomg'ir yoqqan ish bo'lmadi, 38 kun jarayonida biz keyin avara idorasini surishtirsak,
bu tarihte, Ürümçi şarait tarihinde 38 günce bir gün yağmur yağmurgan, boran çıkmagan aval bulmadı ki. Bu da şu müşmünün faaliyetimge to'g'ri kelib qoldi. Bular hayron qoldi. Mishqa deganda bumi men uchun bir yaxshi ko'rsat bo'ldi deb qardim. Shunga shu 9-oyning 10-oyning 4-dan boshlab shu kunlikka men radio tamshayman. Avarayni to'plab kestirdi. Bizning rahbarliklar bilan e'lon qilib turdi. Shunda 8 kungacha havo shunga yaxshi bo'ldi ekan deb kunlik avarayni qilib qo'ygan ekan. Bu yetib turdi. Hem yarasa bo'ldi ekan. Hamda shu qolgan turni yaratib qo'ygan ekan. Ham ikki turni 8 kun ichida yaratdi. Shunqa deganda nayt havo yaxshi bo'ldi, ammo har millat xalqqa kelgan, bizim Şinjandan ishqillardan chetlardan kelgan, sayohat kelgan xalq kun ko'payib, shu 10-oyning 1-8-kungacha odamlar uch odamni kirganlik uchun biz shu naq maydonda ziyorat qilganlarni naq maydonda e'lon qilib turib, o'zimizning burunqi tayyorligimiz bog'langan ekan, qo'rqmaydi e'lon qilib shu naq maydonni yaratdik. Endi siz bu 38 gün jarayonida yetib jinsiy rekord yaratmoq endi bir odatga nisbatan aytganda intayin ta'sirli javob turmushlarni boshdan kechirish to'g'ri. Endi bu jarayonda odam o'ziga o'z ishonchisini yo'qotgan, endi irodasini voz kechirgan shunday xiyollar bo'lishimi yo'q emasmi deyman. Sizda menda shu jarayonda shunday xiyollar bo'ldimi yoki bunda xiyollar bo'ldi chunki jon abrayotgan ekan. Har qanday odam jonni ezildi o'zining bir hayoti masalasini xavf ushlashga yaqin kelib qolgan avvaldan bo'ldi. Gayet qo'llarim ishib, men shu hafta chiqib haftadan keyin qo'llarim ishib boshlagan. Tizim ishib bo'lgan. Qo'llar tig'i ishimga vaqtlar. Men shu asosi da degan putimizning asosi mangan bo'lgandan keyin bu mangaya ayni sinning o'zi, plastinning o'zi bir qattiq. Uning ustiga shu ishib qolgan putidan dessak bu pichoq bilan qo'chgan deb qaraydi. Endi ishimni yig'lab, teshimni kulib turib, xalqimga bildirmadim bu ishni. Endi ashunda qaytib kelgandan keyin haqiqatan pushman qilgan yerlarim bo'ldi. Abdulla aka, men taqman 7 yil mashq qilgan bo'lim, men taqman pushman qilgan emasman. Men kunlik 1 soat, 2 soat, 4 soat, 6 soat mashq qilib, men qolgan kunimni odatda men asla shu bedenimni pushsam bo'pti ekan, sinnom turib bo'lsa, shu 10 soat mashq qilgan bo'lsam, shu bedenim pishgan to'qna tutam deb o'yladim. Haqiqatan g'alaba qilmaslikdan asla pushman qildim. Abdulla men o'zimni singanimni yesam bo'pti ekan, men o'zim Şitanlar çıkıp atman deb hatta tuzum bilan bo'ldi men voz kechdim deydigan holatga keldim. Kelib qolib turibdi, men o'ylandimda bu men yolg'iz men shaxsiy qilayotgan ish emas bu. Butun Şinjan millat xalqiga bo'ladimi, Uyg'ur xalqining madaniyati uchun tirishayotgan bir ish. Uning ustiga shu menga kelgan bir fursat. Bu fursatni xalq men ishonib, Abdunuray rahbarlari, idoraning rahbarlari mening shu irodamga ishonib, bu vazifani ham topshirdim. Men cho'qim shu vazifani ado qilmasam bo'lmaydi. Men shaxsiy manfaatni o'ylab, o'zimning jinni o'ylab bunda qilsam, menimcha shaxsiy hissiyat tayansam bo'lmaydi. Chunki bu butun jumhur millatlarga, Şinjan xalqi, Şinjan millat xalqiga vakillik qilgan bir faoliyat. Umrayning programı 50 yıllıkta soğuk sütüde bir hizmet yapılan bir faaliyet muhalif için boş faaliyette galiba kullanmasam bütün memleket tüketmeydi. Bütün Şinjan halkının 5 yaya çıkılan iş, Umray'ın kurulgalarından 50 yıllıkta bizim davran sahamız yaşıkanında bu emniyet olmaydı. Benim en yıllar şuna gayrim, şu 10 saat mağanda tamam yemeği Memleketliğe baktım. Tamak yemiş, başlarım kıyıp gitti. Tamak yemegen için, mabdur kalmagan için, başım vur kaygan çağırdılar. Ben oturup özümden şey tutmadım. Bunun da demiş tamak yemeğisi diyenden, tamak ise ben acazın oturup sınırın, üstüne için oturup sınırın ardıklı bana ben. Öyle kayıp kesek bulmaydım. Bağlı oluşlar nehmeden numara koyup oturdu. Bunu kayıp gelip benim alsak bu cins dünya hareket bulmaydı. Yani bunun da bu tamak Yelise, adamın hayret meselesi asas mesele koydu. Yani nurgulluğun halkımız qarab tursa, evvelde
hatta hayrat qilgandek bizga sharoit yo'q. Bizga anda qiynalib qoladi. Tamoq yemay desa, qo'sayqim ochgan, oxiri endi amal yo'q, tupurkimni yutib turib, bizning nurg'ulg'an yoshlarimiz, naqshchilarimiz, danlaq san'atkorlarimiz chiqib, muqam to'la, she'r o'qib, naqsh o'qib, mehnat belgilash uchun men 10 soatni qaytib, testda qaytib keldim. Kelib shu kechicha uxlayolmay, yo'qolib yig'lab ketdim. O'zim tutulaman. Hamda yo'g'on bir das anchamish shuni sandab das etib bergan ekan. Dasqa sig'irlardan selib bo'lib, suvni qaytib, men issiq dasning ichida yunib, bedellarimni og'ir qilishimay, shu og'ir tortishlarni yeb, qilsam bu og'ir so'ng o'tib ketgan ekan. To'xtamay ashyo yig'lab ketgan, o'zimni baqlab yig'lab ketgan. Hatta shu kechicha shu 10 soat bo'lgan kechicha men yo'g'on dasning ustida uxlab chiqdim. Hatta o'zimniki yotganimni kirish manza imkoniyat bo'lmadi. Ashyoda shu ishni yetib uxlab qolganlarim bor. Canımızın arkasında aşpaz vardı, şu xoraz vardı, xoraz çiğlagan kene hemen tam tuttu kopsat suyun içinde koptu kene. Yani şu günü o, yani işim geçip bir havaya yayılıp çıksam bütün xırıcılık bitken, yani amal yok. Yani ben şu göz yeşimle getirdim, futkollarımı tanıttım şu günde oyundum. Şu kıllar bitip gitti. Şu güne hakikaten ben üzerine şeyini bağlamadan, şu güne bitti, vaka çıkıp kalması hikayemde sınıf şunda Bütün erişimde çoğak, her bir mandımda çoğak bulan diken, bana adakımı alıp çıkıp oldu. Şimdi avalım buldu, ben nurgun cepalarını tattık, bırak cepa tatkan bilen bu, ben cepa tattım, deyip özümüzünü beklemek etsek bilmeydim. Ben her bir cepa tatkan çağda cemiyetke nurgunluğun cepa tatvatkan bizimki kalıklarımızdan oydu. Mesela şimdi vatan için kanıtlarımız serkulatkan vatanı kudatkan çiğlo cançıları, bizim dihanlarımız toxtumay ketmek yapatkan, toxtumay izinlatkan, toxtumay keşfiyat atvatkan, bizimki ilimpen alımlarımızdan oylap, nurgun cemiyetki ağırlık azaldı, okusuz kalan, iqtisodiyatni okusuz kalan nurgun yaşlarımızdan oydum. Oylap, bularını tartvatkan capa, aslında benim bu capayım Geçen işlemezde ben özümden bekrek cepat atar kalını koyup durup özümge teselli veriş arkalı şuna bir neticelerni adli olsun şuna neticeler kolu geldi. Ben de sizden bu neticeler azım şu 74'te geçeniz rekordu yarışmalarını çekilip kalmayken bilişimci bunun başka olmayan nurgun cihetler neticeler azım varken şu neticeler azım bir basaklandı. Burada ben bu neticeyi yarıştım burun ben nurgun müsabıqla qatnışıp, her türlü müsabıqlığa, her şu sanat sayesinde davazaqdan başka müsabıqla qatnışıp, nurgun mükafatlar erişken, nurgun alqışlar erişken. Menimce bu daqı müşbalitim aşağı tavını çıkanın bir neticesini kimden qarayman. Ben şu leper müsabıqısı mesela iştin sırtqı qo'shiq leper müsabıqısıyla qatnışıp, yaxshi neticeler qılıp keltigen mükafatlar erişken. Onun başka kızışlık cihette işkir öyle girip memleket müsabıqaga qatnashib kesbashlar bilan o'sha qiziqchilik qilish faoliyatini olib berib, serik qiziqchilikda mukofot berishgan. Ondan keyin o'sha tentribiyaga to'liqqa qiziqib o'sha 2003-yilda o'sha Abdumur rayoni bo'yicha o'tkazilgan İdare cemiyetler ara müsabıqa qatnashib, medeniyet sistemisiga qarta men birinchi bo'lib 5 kilometrga yugurishda birinchi bo'lib mukofot berishdi. Medeniyet nazoratiga nayt qo'shildi, nayt yaxshi bahoni berib mukofotladi. Men shunday o'zimning kasbimdan boshqa kasblarni qilib, natija qazanish orqali, tovlanib chiqish orqali bu daqiq natijani xalqning qo'llashi bilan shunday natija yarattım deb o'ylayman. Endi siz o'shadan nurg'ulg'an natijalarni qazanibsiz, endi nurg'un 74 jami surib dunyo rekordini yaratib, zo'r g'albadan qo'lga keltirdingiz. Endi bu jarayonda nurg'ulg'an tajriba savodlarni o'zingizga yetkazgan bo'lishingiz mumkin. Endi jamiyatimizning taraqqiy qilishini ergashib, nurg'ulg'an yoshlarimizni aksicha jamiyat taraqqiyotida
vazgeçamaydigan, özünün çıkış yolunu tapalmay, özünün iradesini vazgeçidigan, özüne bo'lgan ishonchi yo'qdigan shunday ahvollar uchrab turmoqda. Endi shunday yoshlarimizga sizning qanday deydigan yurak so'zingiz bor? Bu savol nihoyat yaxshi bo'ldi. Biz endi mushu kesibni qilish orqali har qaysi kasblardagi kasbdoshlarimiz shunday g'alaba qilish orqali bizning maqsadimizni, bizningki planlarimizni har qaysi kesib buzib chiqamayotgan, tushirish ketib qolgan yoshlarga ifodalab bera olsak, menimcha nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman. Men bu da shu natijani yaratish orqali sizlarningki ziyorat qilish fursatiga erishdim. Men mushu orqali jamiyatimizdagi har qaysi yoshlarga tushirish ketib qolgan, chiqish yo'l topamayotgan yoshlarga shunday bir misol qilamanki, men o'z vaqtida chiqish yo'l topolmagan bir avvallar men oldimga kelgan. Nima deganda, nurg'un qatim men faoliyat qilib borsam, musobaqa qatnashsam degan orzularni qilgan bo'lsam-mu, ma'lum sabablar tufayli chekildim qilib, sharoitim mening kesbimga mos kelmay, nurg'un shamni qolgan vaqtlar bo'ldi. Shu vaqtning o'zida men yana shu qabul etmay, o'zimni tushunishmay, to'xtamay, ma yo'lda ma'masam, ma yo'ldan chiqib yo'lda aylanib, men shu yo'lning nishonini ko'zlab menib, gerçi vaqt uzun bo'lsa-mu, yana shu yo'lning nishonini tep, shu natijani asosan natija qozondim. Bundan keyin yoshlarimiz har qanday ish qilishdan qat'iy nazar bir kasbga eslab olmay, bo'lsa shu kasbni asos qilgan boshqa g'ayr kasblarni cho'ldash orqali shu bir nishonni ko'zlab menib, o'ziga bir ishonch bog'lab, o'ziga bir savolni o'zi qo'yib turib, japa emgaklar, aqliy emgak, jismoniy emgakni teng qilib berish orqali o'zining g'oyaviy nishoniga yetsin deb o'ylayman. Yana birga bizning yoshlarimizniki bundan keyin tushkunish ketmay, shunday yolg'iz malla emas, har kasbda natija qozongan bizningki ulug' arboblarimiz bor, kasbdoshlarimiz bor. Bo'lsa, mush kasbdoshlarga undan maslahat qilib, shularning ro'yidan o'rganib, shunday bir chiqish yo'lini topsa, ko'p so'rsa, ko'p bilim olsa, menimcha yengil bo'lmaydigan, jafo chidaydigan, yengil bo'lmaydigan, har qanday kasb yengil bo'lmaydigan ish yo'q dunyoda. Odam qabul bo'lmaydigan har qanday ish mavjud emas. Butun yovvoyi hayvon yo'lboshlarni ko'ndiryapmiz. Har qanday kasbni qilib ketishga bizning yoshlarimiz endi g'ayratli bo'lgan, cho'qim bunga amal qila oladi deb o'ylayman. Bundan keyin yoshlarimizningki undan tirishib, tushkunish ketmay, o'zining chiqish yo'lini o'zi tepish orqali vatanga, xalqqa bir kuchli to'p qo'shib, o'ziningki kasbini qadrlashini ichimdan umid qilaman. Bundan albatta siz bilan büyük söhbətimiz şundan yaxşı elib bardıq. Endi biz bu programımızdan, yeni bu qadimki söhbətimizin ən axırında sizin bundan keyin, yəni şu nəticələrdən toxtab qalmay, yəni qandaq özünüzə bundan keyin qandaq planlarni tuzib chiqdingiz, yoki qanday planlarınız var? Biz bu niyet turib cins dunyoga yaratdik. Biz xalqimizga cho'ng to'p ko'rsatdik deb munda o'zimizga mag'rurlansak bo'lmaydi. Biz qanchalik kesibda o'sib chiqqan ekanmiz, shunchalik muloyim bo'lib, shunchalik tirishib kelgisi, texmo shu musobatni o'zib qo'ymas, shuni tirishib bo'lmaydi. Menimcha aytganda, hozir taraqqiyot qaraganda bizning davozlik kesbiga, davozlik taraqqiyotga bundan keyingi madaniyat taraqqiyoti cho'qim zo'r besim tikildi. Biz to'xtamay izlanib, texmo davozlikni yolg'iz mamlakat ichida emas, qo'shni davlatlarga chiqib, Cumhur Şinjan'ın asıllık milletlerinin davaz medeniyetini çoğun namayın kımsak olmaydı. Ben yakında hazır köp meşgul olaktım. Bu ürümcüde azdılar elip bağdık, bu faaliyetine azdılar tesiri yaş oldu. Hazır toxtumay işkiri öğretlerdi ki bizim akbaratçılarımız alakalışı oldu, bizim sual sorardı. Kimki menzilanlar, kimki nişanlılar, nereden neye kayısı bir sorardı. Bu çoğun enak. Biz kimki nişanlı, bizimki memleketimizden her qaysi cho'ng-cho'ng yigitlarga elib berib, texmo mustahkam bir davos madaniyatini har qaysi joylarga izna qoldirib, mana shu uchun men yana harakat o'ylayapman, yangidan planlarimni tuzyapman. Mush orqali men qattiq mashq qilyapman. Bundan keyin o'zim sharoit va yer bersa o'zim tirishib,
bir qo'liq elib minib bir mezgil Davos madaniyatini ishqi o'lkalarga bizningki Shinyanliklarning ruhini bir tashviq qilmoqchi. O'zlarining qudrat yor bermasa, biz yaqinda shu shogird qabul qilish ustida turamiz. Shogirdlarga mening yetimga o'rgangan harakatlarimni, arzu-armonlarimni shularga o'tish orqali biz butun shu Davos madaniyatidan iborat butun Uyg'ur xalqininki madaniyat sistemasi har jihat kesiblarni biz butun dunyoga tanitish uchun biz cho'qim tirishmoqmiz. Qadrli do'stlar, o'zlikdan olqib tabiatga jan e'lon qilish fursati hamma odamga nasib bo'lavermaydi. Faqat odam tirishlar cho'qim bu xil qutuqlarga chalaydi. Oxirida Avlat Majun akaning tinining salomat, oilasining baxtli bo'lishini, shundaqla bundan keyin ishlarining texmo utuqli bo'lishini tilaymiz. Avlat aka, sizga ko'p rahmat. Qadrli do'stlar, kelasi hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.